Yangi yil shukuhi Bag'dod tumani markazini butunlay qoplagan. Baland archa o'rnatilib, rang-barang chiroqlar kechani kunduzga ulab yuborgandek. Maydonda yangrayotgan musiqa, sahnada har kuni bo'layotgan bayramona konsertlar atrofga alohida fayz bag'ishlamoqda. Qishning sovuq nafasi sezilib turgan bo'lsa-da, odamlar kayfiyatida iliqlik, yuzlarida tabassum aks etadi. Yoshlar xiyoboniga 14 metrlik archa o'rnatildi va qolaversa 10 ming metrlik yiltiroq chiroqlar hamda har xil rangli chiroqlar o'rnatildi. Bir kunda archa atrofiga 10 mingdan oshiq bag'dodliklar tashrif buyuryapti. Ayniqsa yoshlar juda zavq olib aylanib chiqib ketishyapti. 2025-yil Bag'dod uchun katta o'zgarishlar yili bo'ldi. Iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi, ta'lim va infratuzilma sohalarida amalga oshirilgan islohotlar bugun o'z samarasini beryapti. Biroq bu yil faqat rasmiy raqamlar va hisobotlar bilan emas, balki inson taqdiri, mehnat va iroda bilan bog'liq voqealar orqali ham yodda qoldi. Sportning taekvondo turi bilan 7 yildan beri shug'ullanib kelaman. Bu davr ichida 3 karra O'zbekiston chempionati sovrindori bo'ldim. Bu yil yoshlar o'rtasida bo'lib o'tgan Dubay shahrida bo'lib o'tgan Paraosiyo o'yinlarida faxrli 2-o'rinni egalladim. Endi kelgusidagi niyatlar 2026-yil Yaponiyada bo'lib o'tadigan kattalar o'rtasida Paraosiyo o'yinlarida faxrli ishtirok etib 1-o'rinni egallash oltin medal uchun va bo'lib o'tadigan jahon chempionatida ishtirok etish. Fermerlar avlodining 3-vakili hisoblanaman. Bobomning bir gaplari bor, doim bolam mehnat qilgan, albatta qadr-qimmat topadi. Doim shu gapni takror aytishadi. Mana 2025-yil biz shu kamtarona mehnatimiz, qishloq xo'jaligi sohasidagi kamtarona mehnatimiz tufayli biz yurtboshimiz tomonidan sharafli mukofot, ya'ni shuhrat medaliga loyiq deb topildik. Bu bo'lsa bizga juda bir katta kuch-quvvat, g'ayrat bag'ishladi. Kirib kela turgan 2026-yilimiz fermer va dehqonlarimizga barakali yil bo'lsin. Qishloq xo'jaligida mahsulotdan yuqori hosil oladigan bo'lsak, albatta xalqimiz dasturxon to'kin bo'ladi. Albatta bu biz xalqimizning ishonchini oqlab, yanada mehnat qilishga harakat qilamiz. Bular mashhur insonlar emas, Bag'dodning oddiy mehnatkash fuqarolari. Ammo aynan shu kabi insonlar o'z yutuqlari, sabri va intilishi bilan 2025-yilni tuman tarixida mazmunli, sermahsul yilga aylantirdi. Yangi yil archasi yorug'lik sochib, maydonni yanada bezab turibdi. Chiroqlar ostida orzular ham porlaydi. Bag'dod 2026-yilga ishonch, faxr va katta rejalar bilan qadam qo'ymoqda.